Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Hamma vaqtingizni uchun arzon va shaharning dum ajab joylaridan, lokatsiyalar dum zo'r joylardan joylarni chiqarishda davom etib keltiramiz. Hozirgi sotib chiqqan joyimiz orientirimiz Sanjar to'yxona Ko'na karish zavodi. O'rnida solingan kottejda. Shurda 150 metr, 155 metr kvadratda joylashgan, eni 9 metr bo'lgan bir etajli hovli joyimiz sotib chiqqan o'rtoqlar. Maktab bog'chasi yong'inasida marshrutkalar kelsak 7 bilan 13 yo'l ustida o'tib ketadi. Yana bu yerda musor idorasi menimcha hamma biladi, musor idorasining yong'inasida 100 metr musor idorasi. Yana kelib kelishimiz ko'rib keldik. Pastda uyning nomer 4 baholarini qiziqadigan bo'lsangiz, ichanda bir qator remontini ko'rsatganda aytib o'tamiz. Hozir esa ketdik, joyni ko'rib chiqamiz. Giring. Bu yerda gaz, svet, suv umuman muammo bo'lishi mumkin emas. Chunki obxodnoy yo'lning ustida joylashgan. Obxodnoy yo'limiz bizim uyimizdan 50 metrina. Obxodnoy yo'l bo'ladi. Yani girgandan dolanimiz, garderobimiz ko'rsatib o'tali. Keyin bantrapda rakovinamizdan bir ko'rsatib o'tamiz. Rakovinamiz, yani girgandan dolanimiz bizning katta balandligi 3.10 ekan, patologning balandligi 3.10 ko'rinib turibdi. Remont etganda sal-pasa tushirgan ekanlar. Zalimizni bir ko'rib chiqamiz. Zalni bir qator tushganni 6 kranika deb chiroylatib mana solingan ekan. Zalimiz bemalol 30 odam bo'lni sig'adi, 30 odam sig'adi. Chunki enini 4'ündicha 4.24 chiqadi. Mundisini 6 metrdan ziyod ekan. Zalimiz mana lyustramiz patologlardan chiroyli однотонный svetda qilingan ekan. Keyin bir qator spalnimizni ko'rsatib o'tamiz. Spalnimizni polni chiroyli bo'ylashgan. Endi lyustramiz sal oddiyroq ekan. Endi uyni plusi minuslarini aytib o'tgan ma'qul. Menimcha bu yerlarda minusi faqat joyni kichkinaligida bo'lib turibdi. Bu hamma narsasi как положено urilib turibdi. Devorlar ham tavkiz ekan. Endi bu daraja dizayn berib remonta ishlanmagan, lekin o'ziga yarasha, bahosine yarasha o'rtoqlar. Yana kuxnyamiz, gazimiz, kuxny mebelimiz. Uyning ichida navla qoladi, navla ketadi. Past uyning nomeri telefonlashib, sodalashib olaverasizlar. Albatta joy narxini hali aytib o'tmadik. Yana bu taraf yana bir spalnimiz, yana orqa tarafga qarang, oynamiz, yana jalyuzimiz, vantuz orasi qo'yibdilar yana. Joyning narxini qiziqadiganlar bo'lsa, joyning narxi 650 million. Bu baho albatta kelishiladi. Arzon, normalniy arzon baho so'rab olsangizlar bo'ladi. Tualet banisi bir qator ko'rsatib o'tamiz. Polimiz kafellashtirilgan, devorlarimiz esa plastiklardan urilgan ekan. Plastik ham qattiq plastikda urilgan ekan. Qattiq devor uchun mo'ljallangan plastiklar bo'ladi. Ursam yengilmaydi. Shuning plastiklardan qilingan ekan. Bu taraf bir ko'rsatib o'tamiz. Mangal qo'yasizmi? Orqa tarafda yana tandir ham bor ekan, non yapadigan. Hamma narsasi yana joylashgan. Shuning uchun joyni oladigan odamlar bo'lsa, joyni orientirini, joylashgan joyini, keyin bahosini qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol shu videoni shu odamga tashab qo'ying. Shu Sanjar to'yxona yonidan joy olaman deydiganlar uchun shu videoni tashab qo'ying. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.